Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir men sizlarga Xitoy qimmatbaho bo'lgan va noyob bo'lgan choylarni damlash uslubi haqida ozgina amaliy holatda tanishtirib o'taman. Bu savol bizda juda ham mashhur. Chunki bizga keladigan mehmonlarimiz ko'pchiliklar Xitoy bilan birga ishlashadi. Bizning uyda, meni ishxonamda Xitoydan bergan choy sovg'alari bor. Ularni qanday damlab ichaman degan savollar hozirgi kunda ko'payib ketdi. Videoni oxirigacha ko'ring. Siz uchun ancha foydali va tushunarli video bo'ladi. Meni oldimda yaponskiy sencha choyi. Bu Xitoyda ham yetishtiriladi. Yaponiya xalqi 80% holatda shu choydan iste'mol qiladi. Arzon emas, lekin juda ham hozir xalqimiz shu choyga o'rganib turibdi. Shu choy misolida damlab ko'rsatib beraman. Bu gayvan, Xitoy chin idishlardan biri. O'zbekchada aytganda qopqoqli piyola. Nima uchun bu qopqoqliligini hozir video davomida ko'rasizlar. Va bizda varonkali choy tutqich idishimiz bor. Damlangan choyimizni mana shamasi bilan suyini ajratib olishda bizga bu idish kerak bo'ladi. Va ularning maxsus piyolasi juda ham kichkina bo'ladi. Nima uchun deganda, qimmatbaho choylarda 1 minut, yarim minut ichida srazi zavarkasi bilan qaynatilgan suvni ajratib olinadi. O'shani hisobiga suvlar ozgina bo'ladi. Tez-tez siz qayta asl ta'mni his qilishingiz uchun bu yutimi oz bo'lgan idishlardan foydalanadi. Video jarayoni davomida men sencha haqida qisqacha gapiraman. Bu asl ko'k choyda shunaqa xlorofil moddasi yaxshi saqlanib qolgan choylarga aytiladi. Chunki ularni terib bo'linishi bilan bug'latish uslubi bilan fermentatsiya jarayoni to'xtatib qo'yiladi. Ya'ni chirish jarayoni mutlaqo to'xtatiladi. Shuning uchun ular zangor rangini, yashil rangini saqlab qolgan. Ko'rdinglar, o'zimga keraklicha sencha choydan gayvanga olib oldim va bunga qaynatilgan 80-85 gradusli suvni quyaman. Endi biz buni 1 daqiqa kutamiz. Bizda 1 minutimiz o'tdi. Bu minutda choyning asl ta'mi chiqadi, birinchi damlanganda. Aziz do'stlar, bunda kamchilik bo'lishi mumkin albatta, chunki haqiqiy Xitoy xalqi chayni seremoniya deydi. Unda maxsus paddonlari bo'ladi. Bu chinni idishlarni qayta qizdirib olishadi. Suvni juda ham ko'p isrof qilish uslubi bilan damlashadi. Hozir men sodda bo'lishi uchun vaqtni tejashga harakat qilaman. Bismillah. Qopqoqni ozgina qiyshaytirib mana mazasi va ta'mi chiqqan suvni zavarkasidan ajratib oldim. Biz bunga yana ikkinchi marta qaynatilgan suv quyib yopib qo'yishimiz mumkin. Bu filtrli varonkasi. Olib qo'yamiz chekkaga. Mana endi bismillah. Buni hidi juda ham ajoyib. Erta bahorda tabiat ochilish boshlagandagi yangi ochilgan kurtaklar, ya'ni yashil rangla boshlangan maysalarning rangi chiqadi. Rangi chiqqandagi hidi keladi insonga, yashil barglarni. Bismillah. Notalarga keladigan bo'lsak, tabiiyki biz o'zbek xalqimiz rangi chiqqan choyga o'rganib qolganmiz. Shuni aytib o'tishim kerakki, qimmatbaho va noyob choylarda rang ahamiyati ikkinchi darajada. Chunki bu 1 minut, yarim minut ichida damlab, u choy mazasini ko'rish uchun rangini chiqishini kutish shart emas. O'shaning uchun buni rangi juda ham past, yashil holatda bo'ladi. Notalarga kelsak, ozgina achchiqdir, achchiqligi bor. Ozgina gulsimon deydi. Shunaqangi o'ziga yarasha notalar bor. Mana yana ko'rishingiz mumkin. Vaqtimiz o'tib boryapti. Bu vaqtda ikkinchi damlam 1 daqiqadan ko'proq bo'lishi kerak. Haqiqatan 1 minut ichida birinchi damlangan holatda siz asl ta'mni his qilishingiz mumkin. Hozir biz ikkinchisini ham ichib ko'ramiz. Baronkani qo'ying. Mana o'zingizga ko'rishingiz mumkin. Yetarlicha barglari ochilgan. Biz bunga yana 3-marta suv qo'yishimiz mumkin. Qimmatbaho choylarni qanday qilib tejab ishlatamiz deyilgan savolga ham shu 3 marta damlash uslubi yetadi. Shu olingan plyusni 3 ga bo'lib olasiz. Xullas sizga misol uchun 1 million bo'lsa 3 ga bo'lsangiz, kilosini 300 mingdan damlab olingan choy kabi bo'ladi. Biz o'zbek xalqimiz o'rganganki, choy olamiz, chaynaning ichiga solamiz, yopamiz. Bo'ldi, u qolib ketadi choy tugaguncha va tashlab yuboriladi.
qanchalik ta'm bilish uslubim borligini hozir o'zim ham bilib olaman. Mana bu ikkinchi damlangan choy. Hidi ham o'zimiz qasak, ha. Bismillah. Ha, aziz do'stlar. Doim birinchisi ikkinchisi farqiga. Birinchisi o'z tabiiy ta'mini yaxshigina saqlab qolibdi. Ikkinchi damlanganda o'zi achchiqligi pasaygan. Faqat bunda siz o'sha choy borligini his qilasiz xolos. Lekin o'ziga yarasha nima deydi? Notasi bor. Xitoy xalqida shundoq gaplar yuradiki, har bitta damlangan martada har bittasida o'ziga yarasha ta'm, o'ziga yarasha tarix, o'ziga yarasha mazasi bor. Bu narsa bir-biriga juda ham bog'liq. Bismillah. Xuddi siz boshqa choy damlab ichganga o'xshaysiz ikkinchisida. Yana bir usulib, bunaqa qimmatbaho choylarni agar choyning ichiga o'zbekcha holatda damlab oraman deydigan bo'lsangiz, juda ham oz miqdorda solasiz. Shunda sizning choyingiz juda ham qattiq achchiq bo'lib ketmaydi. Bu choyda ham kofein yaxshigina saqlanadi. Sencha bu insonni o'sha nima deydi, miyadagi faollashtirish retseptorlariga ta'sir qiluvchi yaxshigina choy. Yo'q aziz do'stlar, ikkinchisi ham o'ziga yarasha ta'mi bor. Mana bu uchinchisi damlanganimiz. O'zi anchagina vaqt o'tdi. Gayman. O'ziga yarasha Xitoy marosimlar bor, choy damlash uslubida. Bismillah. O'zimga ham juda qiziq bo'ldi, hech buni ketma-ketlikda damlamagandim. Bismillah. Kattalarimiz aytishadi-ku, mana endi yaxshi dam yedi deb. Uchinchisida haqiqatan bir haligi to'liq ta'mni his qilar ekansiz. Bismillah. Rostini aytsam, chaylarning oxirida qolgan choy ichganga o'xshaydi. Mana ko'rib turganinglar azizlar. Barglar yaxshigina o'childi. Operator ishdan ko'rinibdi. Mana uni suyib boshlaman. Juda ham yashil, juda ham zangor. Xuddiki tabiiy barglarni uzib choyga qo'shib ichganini singadi. Do'stlar, bu qimmatbaho choylar nima uchun qimmatligini ozgina aytib o'taman. Juda ham kamyobligi, juda ham ko'p mehnat talab qilishi va bahorgi holatni yoki kuzgi holatni yig'ishtirish vaqti juda ham qisqa bo'ladi. Shunaqangi choylar bor, agar vaqtida yig'ishtirib olinmasa, uni qiymati hatto hayvon yeydigan hashakka teng bo'lib qolar ekan. Kommentariy va izohlarda qoldiring. Yana shu Xitoy choylaridan qaysilisini damlab ko'rsatishimizni yo bo'lmasam choy haqida bir savollaringiz bo'lsa, to'liq video chiqarishimizni xohlaysizlar. Barchani qo'llab-quvvatlaganinglar uchun, bu choy sohasida bizni tanlab ko'rganingiz uchun ming rahmat. Mehmon bo'lish, obuna bo'lishni unutmang.